Akalar, assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari. 3 dona bo'g'oz sigirimiz bor. Mana ikkitasi 9 oyga to'lib qoldi. Ola bilan qora. Mana sementalimiz. Mana 6 oylikdan o'tdi, xudo xolasa. Bo'g'oz hammasi. Sementalimiz bo'ylari 1.45 plus minus. Veslari 750 kg atrofida chiqib qoladi. Bulardiki ham 650-700 atrofida. O'zi sal kichikroq. 600 atrofida chiqadi bu. Mana ko'rib ko'rasizlar. Bellari hamma to'g'ri tutadi, hamma yog'i to'g'ri, tuyog'i soq. 3-chi bolasi buni. Qonnidek. Buniki qonnida 2-chi bolasi. Mana qalinligi ko'rasizlar. Sotiladi hammasi. Jo'ya. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida. Pulini aytmayapman. Buni puli 50 million kami bor buni. Sementalda 6 oylik bo'g'oz. Qoramizniki 40 million kami bor. 9 oyga to'lib qoldi bo'g'oz. Yelim boshlab qolgan. Bu olamiz 38 kami bor. Telefon qilaverasizlar.